Xullas, mana Lagman 24 keseli lag'moniylarning ichidan taragan chiqib qolsa, prosta uzr deyishar ekan. Mana shu holat Lag'mon 24 uz degan restoranda bo'ldi. Eng yomoni klient bu narsani video qilib gapirib o'zini profiliga qo'ydi. Qisqa vaqtlar ichida juda ham ko'p odam ko'rdi va ularning obro'siga seriyozli zarar yetdi. Ko'plab odamlar bu restoranga tarakanli lag'mon degan nom qo'yib olishdi. Undan tashqari kommentariyasida juda ham ko'p yomon odzivlar bo'ldi. Siz o'zingiz shunaqa joydan ovqatlangan bo'larmidingiz? Kafe, restoranlarda bunaqa holat asosan yaxshi dezinseksiya, deratizatsiya qilinmaganidan bo'ladi yoki bo'lmasa vaqtida qildirmaganidan bo'ladi. Bu holat biznes egalariga dars bo'lishi kerak. Arzon narsa ko'pincha o'zi sifatli bo'lmaydi. O'shaning uchun sifatiga e'tibor bergan yaxshiroq. Agar siz professional yondashuvni xohlasangiz, bizga murojaat qiling.